Assalomu alaykum, Qashqadaryo Koson. Xullas, Saturn oldin ishlagan g'ish zavodiga keldi. Mana ko'ryapsizlar, orqadagi g'ishlarni. Narigi orqada pechka, g'ish pishiradigan pechka. Ishoninglar, mana issiqda 50 gradus issiqda, bu yoqda 80 gradus bo'ladi-da. O'zi ham ishlaganlar bilan kallan o'rab olib 500 bo'ladi. Pechka achi 500 bo'ladi. Mana bu eshiklar turibdi-ku, mana shu eshiklar ochilardi, 50 ming so'mdan ochardik. Bolalar ochardi. Men to'g'risi yonib ketmasdim, meni yo'latmasdim, men palakat edim-da. Bu xo'jam baquvvatida, shuning uchun ikki havoni tagida turardik. Kamaz tagida turardik. Mana bunday kelib turardi kamazlar. O'zi ham nechta chiqarardik o'shunda bir kunda? Kamida ikkita havo, bir 10 ta zilcha ketardi, keyin ko'tan ham ketardi. Lekin mehnati halol, puli halol. Uncha-munchaga ishlatsalar ham ketmasdi. Deyman, lekin puli tez ishlatilib ketardi, bilmayman. Kechasi yotganimizda ham inqillab yotardik. Ana yoqda uycha bor. Mana shu uycha ichida ovqatlanardik. Bu yoqda o'ylab ishlab, kechqurun anjumani qilib tirnovka qilardik. Nimalar o'tdi? Qorayib ketyapsan. O'zimning rangini qaranglar-da. Rangi ham qop-qora. Bu endi nogiron, bunga ish yo'q. Jo'laringiz bo'lsa, mehnatdagi bolalar, rabataga bolalar, charchamaylar, yaxshi bolalarga assalomu alaykum. Qashqadaryo Koson. Assalomu alaykum. Esimda o'sha odamlar, o'zi ichargilarlar.